puli sangin degan joyga kelib joylashadi. Nima uchun bu joyga joylashyapti? Jang san'ati tarixiga kiradigan juda katta bir voqea deb o'ylayman. Chunki 2000 kishilik askar bilan Amir Temur demak 20 ming kishilik dushman qo'shinini mag'lubiyatga uchratgan. Sababi bu vaqtda Toshko'prik yonida mag'lubiyatga uchragan Mo'g'ul qo'shini hali qayta jamlanib ulgurmagan. Qanday qilib bular demak Temur va Husayn ochiq jang maydoniga qo'shin bilan chiqishga jur'at qilyapti? Nimagadir Mo'g'ul qo'shini ikkiga bo'lindi xolos. Asosiy qismi. Birinchi qismida albatta to'xtalib o'tsak juda qiziq. Men shu bo'yicha anchadan beri Nodirbek shu bo'yicha siz bilan suhbatlashamiz, buni sabablarini axtaramiz. Doim aytamizki, Assalomu alaykum, hurmatli mushtariylar. Farg'ona davlat universiteti O'zbekiston tarixi kafedrasining YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun har doimgidek Temurnoma ko'rsatuvimiz navbatdagi qismini ustoz bilan albatta davom ettiramiz. Avvalgi qismlarda eslaringda bo'lsa biz 1363-yilning so'nggi davri 1364 avvalgi voqealar xususida to'xtalib o'tganmiz. Ustoz avvalambor qisqacha shu avvalgi voqealarda mushtariylarimizga biroz eslab o'tishni bir joiz deb bilsak, ya'niki Amir Temur bilan bevosita Amir Husaynning qo'shini hozirgi Afg'onistonning shimoliy sharqiy qismi yoki Tojikiston mana shu chegara hududlarda, ya'niki endilikda oddiy til bilan aytganda Mo'g'ullardan bevosita ularning bosqinidan aziyat chekkan Movarounnahrning janubiy qismidagi amirlar ham ikki amirga qo'shilish harakati yuzaga kelayotgan, ya'niki o'sha bugungi kunda ham Telegram kanalingizda ham e'lon qildingiz, 6000 kishilik qo'shin, ya'ni to'planayotgan bir maskan deb hisoblasak to'g'ri bo'lardi. Bu albatta Mo'g'ullarni ham tashvishga solib qo'ygandi. Shuning uchun ham Bekchik va uning o'sha atrofidagi beklar boshchiligidagi jamoa 20 ming kishilik qo'shin bilan mana shu masalani hal qilish uchun ham endilikda Qashqadaryo vohasida bevosita to'planishni boshlagandi ustoz. Bu voqealardan albatta Amir Husayn va Amir Temur boshchiligidagi qo'shin ham ya'niki Vahsh suv bo'yida tayyorgarlikni yo'lga qo'yish, xususan Amir Husaynning topshirig'iga ko'ra Amir Temur bu masalani hal etish uchun ham alohida 6000 kishilik qo'shindan ajratilgan maxsus eng saralangan qismdan iborat 2000 kishilik qo'shin Amir Husayn tomonidan Amir Temurning ixtiyoriga berilgan ustoz. Ya'niki Mo'g'ullar mana shu Vahsh bo'yidagi suv bo'yida to'planishi bevosita Amir Temur mana shu bo'lajak jangni avvaldan strategik va taktik rejalarni ishlab chiqish vazifasi ham Amir Husayn tomonidan bevosita ko'rsatmasi berilgan desa mubolag'a bo'lmaydi ustoz. Albatta avvalgi shu suhbatlarimizda shu masalaga yetib kelgandikki, puli sangin jangini shu keyingi ko'rsatuvimizdan puli sangin jangidan davom ettiramiz degandik. Puli sangin jangigacha bo'lgan masalani mana hozir Nodirbek juda yaxshi eslatib o'tdingiz. Demak, Mo'g'uliston xoni Tug'luq Temurxonning Movarounnahdagi noibi, uning o'g'li Ilyos Xo'jaxon topshirig'i bilan demak 20 ming kishilik qo'shin o'sha vaqtda demak Vahsh daryosi bo'ylariga yetib keldi va manbalarda aytilishicha o'sha Chala boshidan Toshko'prikgacha bo'lgan hududni egalladi. Demak, tushunishimiz kerakki, 20 ming kishilik qo'shin bitta joyga joylashgani yo'q. Demak, ular daryo bo'ylab joylashyapti va taxminan demak anchagina katta kengroq hududga joylashyapti. Haqiqatan ham bu tog'li hudud bo'lgandan keyin katta qo'shinni bir joyda jamlanishi biroz murakkabroqdir balki. Shuning uchun ham bir kengroq joylashgan bo'lsa kerak. Va mana shuning uchun deb o'ylayman, Amir Husayn va Amir Temurning birgalikdagi 6000 kishilik qo'shindan Amir Temur ixtiyorida bo'lgan 2000 kishilik demak askarlarni alohida ajralib chiqadi va Toshko'prikka, ya'ni puli sangin degan joyga kelib joylashadi. Nima uchun bu joyga joylashyapti? Demak, eng asosiy masala daryodan kechib o'tish mumkin bo'lgan ko'prik muhofazaga olinyapti. Demak, Temur va Husaynni bu jangni oldidan o'z oldiga qo'ygan strategiya shunday bo'lyaptiki, dushmanni daryodan o'tkazmaslik. Chunki daryoda bu endi oqim ancha tez, tog' daryosi oqim ancha tez, uni demak mana shu hududlarda kechib o'tish biroz mushkul. Shu jihatdan demak ko'prikning bu yerda strategik katta ahamiyati bor. Mana shu ko'prikni himoya qilish demak Amir Temurga yuklatilyapti. Amir Temur o'ziga
o'zini ixtiyoridagi 2000 kishilik askar bilan demak shu himoya qilyapti. Lekin shu yerda qolgan 4000 kishilik askar bilan Amir Husayn nima qilganligi haqida ma'lumotlar yo'q. Endi lekin mantiqan o'ylab ko'radigan bo'lsak, Amir Husayn shu 4000 askar bilan daryoni boshqa hududlarini himoyasida turgan. To'g'ri, ular jangga kirishmagan bo'lsa kerak. Jang faqat shu ko'prikning atrofida bo'lgan, qolgan qismlar o'zlarini dushman kechib o'tmasligi uchun o'zlari turgan pozitsiya deymiz endi harbiy tilda, demak marralarni egallagan va o'shani himoya qilishga tayyor bo'lib turgan. Lekin qolgan hududlarda jang bo'lganligi haqida manbalarda ma'lumot berilmaydi. Endi bevosita jangni o'ziga o'tadigan bo'lsak, haqiqatan ham bu jang juda ham bir jang san'ati tarixiga kiradigan juda katta bir voqea deb o'ylayman. Chunki 2000 kishilik askar bilan Amir Temur demak 20 ming kishilik dushman qo'shinini mag'lubiyatga uchratgan, demak jang san'at tarixida deyarli uchramaydigan, kam uchraydigan voqealardan biri sodir bo'lgan jang hisoblanadi. Manbalarda aytilishicha, tongdan to tungacha deyiladi, ya'ni kech tushgungacha, tongdan to kech tushgungacha ikki tomon Toshko'prik yonida juda qattiq jang qiladi. Kamonlardan jang avval kamonlardan o'q uzish bilan boshlanadi. So'ngra demak qilichga o'tiladi. Demak, ikkala tomon bir-biriga deyarli yaqin kelib jang qiladi. Aynan ko'prikning ustida ham qattiq jang bo'ladi. Manbalarda yozilyaptiki, jang shunday qattiq davom etganki, kunning oxiriga kelib ikkala tomonda ham jang qilish uchun demak kuch qolmagan, mador qolmagan, jangchilarning madori qolmagan, jangni olib borish uchun tinimsiz jang barchasini xoritgan va anchagina albatta qurbonlar berilgan. Lekin asosiy vazifa bajarilgan. Mo'g'ullar ko'prikni egallay olmagan, ko'prikdan o'ta olmagan. Buni sababi hudud tor hududda 2000 askar bilan bemalol dushmanning hujumini to'sish mumkin. Bu yerda har qancha aytaylikki mubolag'a ishlatmaylik yoki tarixchilar mubolag'a ishlatmasin, Mo'g'ullarda 20 ming kishini baravar jangga kiritishga imkoniyat yo'q. Jang maydoni menimcha shundayki, endi ko'prikning atrofidagi maydon shundayki, Temur 2000 askar bilan jang qilyaptimi? Dushman ham nari borsa 2000 yoki undan biroz ko'proqdir askarni maydonga sig'dira oladi. Mana shunday holatda o'ylaymanki, dushman shuning uchun ham u ko'p sonli bo'lsa ham g'olib chiqa olmayapti. Va bu yerdagi jang bilan natijaga erishib bo'lmasligini tushungan Amir Temur harbiy hiyla ishlatishga qaror qiladi. Va 500 ta eng saralangan jangchilarni ko'prik yonida qoldirib, yarim kechasi demak bu yerdan suvni yuqorisiga deyilyapti manbalarda, suvni yuqorisiga qarab siljaydi. Endi Sharifiddin Aliyaziy Nizomiddin Shomiylarda bu narsa qayd etilmasa ham, aynan Sharifiddin Aliyaziyni Tarixiy Rashid Sharifiddin Aliyaziydan Mirzo Haydar o'zining Tarixiy Rashidi asarida keltirgan parchasida daryodan orqon bilan kechib o'tganliklari aytiladi. Demak, bu yerda ikkita holat bor. Daryoning suvi juda tez. Suv demak qo'shinni oqizib ketmasligi uchun menimcha orqon tortib, orqon bilan o'tilgan. Yoki orqon tortib ko'prik yasab, ko'prikda o'tgan bo'lishlari mumkin, lekin buni ehtimoli kam. Demak, ko'proq shu orqon tortib, shu orqon bilan ushlab, demak orqonni yordamida daryoni 1,5 ming askar kesib o'tadi. Kechib o'tadi va daryoni narigi tomoniga o'tgandan keyin manbalarda bu Esan maydoni, Asin maydoni degan nomlar bilan kelyapti. O'sha maydonga o'tiladi va Temur har bitta askarga 10 tadan gulxon yoqishni buyuradi. Demak, bu yerda 1,5 mingta askar, demak 10 tadan yoqsa 15 mingta gulxon yoqiladi. Yarim kechasi Mo'g'ullar qo'shinining yon va orqa tomonida 15 mingta gulxonni paydo bo'lishi bu katta hududda va Mo'g'ullarda juda katta vahima uyg'otadi va Mo'g'ullar tong saharga yaqin jang qilmasdan hammasi o'z maydonini tashlab, o'z marralarini tashlab qocha boshlaydi. Va qochayotgan dushman endi demak Amir Temur qo'shin tomonidan ta'qib qilinadi. Manbalarda aytilyaptiki, deyarli jang bo'lmagan, dushman qochib ketgan. Bu endi quvib yetgungacha dushmanga hujum qilib, ularni eng oxirida ketayotganlar bilan janglar olib borgan va jang tugagandan keyin Amir Husayn qo'shinlari ham bu yerga yetib keladi. Bundan shunday xulosa qilsa bo'ladiki, Amir Husayn joylashgan joy bu Toshko'prikdan biroz demak uzoqroqda bo'lsa kerak, chunki jang tugagandan keyin, dushman ketib bo'lgandan keyin, g'alaba xabaridan keyin Amir Husayn bu yerga yetib keladi va ular navbatdagi rejalarini amalga oshira boshlaydi. Va shunda yana bir narsaga e'tibor berish kerak, Temur dushmanni ta'qib etishga ruxsat bermaydi. Ya'ni oxirigacha ta'qib etishga. Ya'ni dushman chekinayotganda dushman orqasidan quviladi, dushman tarqatib yuboriladi, lekin oxirigacha quvib borishga ruxsat bermaydi.
Menimcha buni sababi bor. Agar dushmanni orqasidan quvib ketadigan bo'lsa, dushmanga yetib olib, dushmanni katta qismi bilan jang qilishga to'g'ri kelib qoladi. O'shanda qo'shin sonining kamligi ayon bo'lib qoladi. Shuning uchun ham haligi dushman qochayotganda uni eng oxirgi qismlariga hujum qilib zarar yetkazishadi, lekin eng asosiy harbiy qismlarga yetib bormasdan shu yerda ta'qibni to'xtatishadi. Bundan shu maqsad qilingan bo'lsa kerak. Albatta ustoz, yana mana shu 500 kishi masalasida ham qoldirilishida ham albatta bu tabiiy hol, chunki birdaniga Amir Temurning qo'shini yo'q bo'lib qolishini istamayapti-da. Shuning uchun mo'g'ullar qarshisida doimiy 500 kishi mavjudligi, ya'ni ularni ortiga qanday qilib o'tib qolishi mumkinligida shubha uyg'otmaslik uchun ham mana shu 500 kishilik qo'shin qoldirilyapti va endilikda o'sha anchagina talofat yetkazib, tabiiy vahima uyg'ondi, mo'g'ul qo'shin tartibsiz harakatlanyapti, ortdan jiddiy zarbalarni qabul qildi. Misol uchun o'sha hattoki mo'g'ullarda manbalarda agar Temurga davr qarasak, tepaliklar paydo bo'ldi, o'sha vafot etganlar chog'ida mana shu mo'g'ullar katta talofatni keltirib chiqardi. Va shuning uchun bo'lsa hamki, endilikda Amir Temur va Amir Husaynning oldidagi navbatdagi masala bu yirik mo'g'ul amirlari, xususan bu yerda Amir Hamidbek, Ilyos Xo'ja shaxsan endi o'zlari Iskandar o'g'lon mana shu masalaga o'zlari oydinlik kiritish uchun endilikda qo'shimcha kuchlar bilan ham, ya'ni o'sha tosh ariq deyiladi, bu o'sha Keshni yaqiniga kelib endi joylashilinyapti. Bu endi Amir Husayn va Amir Temurning oldida turgan ikkinchi yana bir masala hisoblanadi. Ya'niki asosiy qism to'qnashuv bilan endi mana shu masala, ya'ni hujumga tayyorgarlikni masalasi. Demak, haligi endi navbatdagi jang keng maydonda, tekislikda o'sha harbiy hiylalar ishlatish qiyin bo'lgan holatda jang bo'lishi kerak. Vaholanki mana shu davrda tahlil qiladigan bo'lsak, Amir Hamidbek Mo'g'ulistondan kelgan bo'ladi va To'g'liq Temurxonni vafot etganligi masalasida va Ilyos Xo'jani ortga olib ketish masalasi, ya'ni o'sha taxtga olib chiqish masalasiga kelgan bo'ladi. Meni fikrimcha mana shu ma'lumotlar tarqalib ketganligi uchun ham qolgan amirlar ham, xususan avval mana shu Pulsangidan oldin Sher Bahrom ham men ham ortimga qaytaman deb bir anchagina ketib qolgandi. Undan tashqari yana endilikda 6000 kishilik qo'shinga qo'shimchasiga aytadigan bo'lsak, yana qo'shimcha kuchlar kelinyapti. Ya'niki buni manbalarda shunday misollar bilan keltiriladiki, 7 qo'shin kelib qo'shildi deyiladi. Agar bir qo'shinni biz 500 kishidan iborat jamoa deb hisoblaydigan bo'lsak, endi kuchlar nisbatiga yana 3500 kishi qo'shilyapti. Vaholanki bu ma'lumotlar shu qadar Amir Husayn va Amir Temur tomonga qolgan amirlarni ishonchini orttirib yuborishi, hattoki Sher Bahrom ham kelib qo'shilyapti. Bu haqida ham ustoz bir fikrlaringizni bir eshitib o'tadigan bo'lsak, menimcha qiziq bo'ladi. Endi kuchlar nisbati anchagina o'zgaryapti. Bu endi haqiqatan ham Amir Husayn yetib kelgandan keyin bular bu yerda bir xursandchiliklar bir necha kunda o'tkazishadi va Amir Husaynning demak tavsiyasi bilan demak Amir Temur 2000 kishilik demak o'zini askari bilan oldinga yurib, yana endi dushmanning ta'qibini endi davom ettiradi. Ya'ni dushmanning ta'qibi deganimizki, demak o'sha kechga qarab yo'lga chiqadi. Va yo'lda 2000 kishilik yo'lda ketar ekan, Amir Temur shu yerda yana bir tadbir o'ylaydi. 2000 kishining ichidan 300 tasini ajratib olib, 300 tasini o'zi bilan birga olib ketadi. Demak, xo'p, 1700 kishi orqada ketadi. Oldinda 300 kishi Amir Temur bilan ketyapti va orqada 4000 kishi Amir Husayn bilan kelyapti. Demak, qo'shin, demak, kechga qarab Mo'g'ullarni ozod qilish uchun yo'lga chiqqan qo'shin 3 qismga bo'lingan holda, demak, kechga qarab yurib kelyapti. Va mana shu demak, yo'l jarayonida xo'p, Amir Temur Kesh shahrini demak, Mo'g'ullar bilan bo'ladigan asosiy jangdan oldin Kesh shahrini egallab olishga qaror qiladi. Bundan ko'zlangan maqsadi balki Keshni egallab olish orqali Amir Temur o'ylagan bo'lishi mumkin. Mo'g'ul qo'shinlari bilan agar imkon bo'lsa, demak, 100% ochiq maydonda jang qilmasdan qal'ani egallab, qal'ani himoyasini tashkillamoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Sababi bu vaqtda Toshko'prik yonida mag'lubiyatga uchragan Mo'g'ul qo'shini hali qayta jamlanib ulgurmagan.
Undan tashqari Mo'g'ulistondan ham demak Amir Hamidbek yetib kelyapti va Amir Hamidbekni kelayotganidan ham Temur xabardor bo'lishi mumkin, lekin nima uchun kelayotganini balki bilmas. Demak, mana shunday holat bo'lyapti. Shunday holatda Amir Temur birinchi navbatda Keshni egallab olishni maqsad qiladi va 200 kishini ajratib, bu yerda ham ikkinchi bir harbiy hiylani ishlatadi. Demak, 200 kishini ajratib, demak, o'zini qo'lida 300 ta qo'shin bor. Shu 300 ta qo'shindan 200 tasini alohida ajratadi-da, har biriga topshiriq beryaptiki, har bir otliq yoniga ikkita o'zini otiga ikkita daraxtni bog'lasin. Ya'ni ikkita daraxtni kesib, shoxlari bilan bog'lasin va kechga qarab ot choptirsin deb buyruq beradi. Demak, 200 ta otliq Kesh shahriga qarab, keng maydonda o'sha haligi 400 ta deymiz endi, 400 ta daraxtni demak otlariga bog'lab, demak kechga qarab ot choptiradi. Kesh dorug'alari qarasa, demak cho'l tomondan kechga qarab katta bir lashkar kelyapti va bu lashkardan vahimaga tushgan Kesh dorug'asi shaharni jangsiz tashlab chiqadi. Vaholanki o'sha vaqtda Kesh dorug'asi shaharni jangsiz tashlab chiqmasligi mumkin edi. Sababi Kesh yaqiniga Mo'g'ul qo'shini to'planayotgan edi. Bu yerga Ilyosxo'jani o'zi shaxsan yetib kelayotgan edi. Mo'g'ulistondan Amir Hamidbek kelayotgan edi va Movarounnahrda barcha Mo'g'ul kuchlari shu yerga to'planayotgan edi. Lekin shunga qaramasdan, demak katta qo'shinda kelayotgandan vahimaga tushgan Kesh dorug'asi Kesh shahrini tashlab chiqadi va Amir Temur demak oldingi avangard qismlari kirib shaharni egallaydi va uni mudofaaga tayyorlay boshlaydi. Va mana shundan keyin Kesh yaqinidagi demak Toshariq maydon maskanida Mo'g'ul qo'shini to'planayotganidan xabar topgan Amir Temur demak o'sha Kesh yonidagi o'zini askarlarini jamlay boshlaydi. Mana manbalarda aytilyapti, Keshdagi juda ko'p yigitlar deydi, Kesh atrofidagi yigitlar endi deydi Jeta zulmidan ozod bo'lgandan sevinib, Temur qo'shinlari safiga qo'shildilar deydi. Demak, bu ham demak Temur qo'shinlarining sonini oshiryapti va orqadan keyin Amir Husayn ham yetib keladi va bular ham demak Kesh shahridan chiqib endi mana bu Toshariq mavzesiga kela boshlaydi. Endi mana shu yerda mulohaza qilishimiz kerak, qanday qilib bular demak Temur va Husayn ochiq jang maydoniga qo'shin bilan chiqishga jur'at qilyapti. Demak, agar ochiq jang maydoniga chiqadigan bo'lsa, Keshni egallab olishdan maqsad nima edi? Avval jang qilib, keyin Keshga kelsa bo'lardi. Demak, bunda ko'rinyaptiki, demak, mana bu To'g'liq Temurxonning vafot etganligi haqidagi xabar ularga ham yetib kelgan. Va bu xabar Mo'g'ullarda sarosimalikni vujudga keltirgan bo'lsa, mana bu Movarounnahr qo'shinini esa dadilligini oshirgan. Natijada ular Keshni egallab, Keshni ichidan mudofaa janglarini olib borishni emas, endi to'g'ridan to'g'ri jang maydoniga chiqib, ochiq maydonda demak Jeta qo'shini bilan, demak Mo'g'uliston qo'shini bilan jang qilishga qaror qilyapti. Menimcha bundan shunaqa xulosa chiqarsa bo'ladi deb o'ylayman. Qulay vaziyat yuzaga keldida, bu narsa. Endi mana shu Toshariq jangidan avval mana qiziq bir holat, bu meni shaxsiy fikrim, nimagadir Mo'g'ul qo'shini ikkiga bo'lindi xolos. Asosiy qismi, birinchi qismida albatta yuqorida ta'kidlaganimiz Ilyosxo'ja va Amir Hamidbek, ikkinchi qismida Bekichik boshchiligida qo'shin bo'linyapti, lekin markaz yo'q. So'l qanot, o'ng qanot. Bu Mo'g'ullarni xatosi, jang olib borishdagi, misol uchun hozir Amir Temur va Amir Husaynning qo'shini esa aksincha qulayroq bir pozitsiyada joylashib, men shunday tushundimki, yoyilgan holatda tinmasdan kamondan o'q uzib, ularni anchagina talofat yetkazib, esankiratib qo'yishadi hamda bu nimagadir faqatgina qo'shin ikkiga bo'lindi. Bu ya'niki asosiy masala nima uchundir, albatta o'zimga bu qiziq holat bo'linyaptiki, yuqorida balkim sizning fikringizda jon bordir. Agar qo'shinni 3 ga bo'lsa, talvasa yanada ortib ketishi mumkin yoki qaysidir qismida ilg'or harakatlana olmayotganligi holatlari tabiiy bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham e'tibor bersak, eng yirik yetakchilar shaxsan o'zlari boshqarishyapti. Bu masalada ham shu masalaga ustoz albatta bir to'xtalib o'tsa, menimcha albatta bu juda muhim masala. Chunki mana qarangda, jang san'atiga Amir Temur kiritgan yangiliklar shu yerda ko'rinadi.
keyinchalik Amir Temur qo'shinni 7 qo'lga bo'lib jang qilish usullarini kiritdi, zaxira qismlarini kiritdi. Va bu yerda men e'tibor qaratmoqchi bo'lgan yana bir masala bor edi. Bu masala shundan iboratki, Ilyos Xo'jaxon uchun, Mo'g'ullar uchun Movarounnahrning ahamiyatini ham ko'rib chiqishimiz kerak. Qarang, To'g'liq Temur xon vafot etganligi haqidagi xabarni Amir Hamidbek olib kelyapti. Amir Hamidbekka berilgan xon o'rdasidan topshiriq shuki, Ilyos Xo'jaxonni olib To'g'liq Temur xonni taxtiga o'tirish kerak, uni Movarounnahrdan olib ketish kerak. Shuning uchun kelyapti. Lekin Ilyos Xo'jaxon demak taxtga o'tirishga shoshilmayapti. U avval Movarounnahdagi raqiblarni tormor keltirib, Movarounnahrda xavfsizlikni ta'minlab, keyin Mo'g'ulistonga bormoqchi. Bungacha Mo'g'uliston taxtiga balki xavf bo'lishi mumkin. Taxtni kimlardir egallab olishi mumkin yoki taxtga boshqa da'vogarlar ham bor, ular egallab olishi mumkin yoki u yerdagi amirlar demak erkin bo'lib ketishi mumkin, bo'ysunmay qo'yishi mumkin. Lekin Movarounnahrni shularga qaramasdan turib, demak Ilyos Xo'jaxonning Movarounnahr uchun kurashishga qaror qilganligi, demak bu narsa Movarounnahr Mo'g'uliston uchun, Ilyos Xo'jaxon uchun juda katta ahamiyatga ega bo'lganligidan dalolat beradi. Endi haqiqatan ham harbiy jang san'atiga nazar tashlaydigan bo'lsak, umuman turkiy xalqlarda asosan chap qanot eng kuchli hisoblangan va asosiy zarba chap qanotdan berilgan. Chap qanot dushmanning o'ng qanotiga asosiy zarba berib, dushmanni chekintirgan. Chap qanotga eng asosiy harbiy qismlar joylangan. Jumladan asosiy zarbani chap qanotdan berish orqali dushmanni vahimaga solish, dushmanni demak yengib o'tish va chap qanotga aytaylikki, mana hatto hukmdorni saroyda o'tirganda ham hukmdorni chap qanotida eng obro'li amirlar o'tirgan. Va jang maydoniga ham xuddi shunday chiqqan. Mo'g'ullarda chap qanotdan demak joy egallash uchun doimo ichki kurash bo'lgan. Shuning uchun ham mana bu chap qanot, o'ng qanotning ahamiyati bor-da. Shuning uchun ham qo'shin ikkiga bo'linib qolgan deb o'ylayman. Bo'linib jang qilgan deb o'ylayman. Endi qarang, hukmdorning o'zi ham jang qilyapti-da, qo'shinni bir qanotda. Misol uchun hukmdorning o'zi o'ng qo'lda jang qilyapti. O'ng qo'lda Hamidbek bilan jang qilyapti va mamlakatning eng asosiy amirlari kichik, demak chap qanotda jang qilyapti-da. Shundan ham ko'rib turibdiki, eng obro'li amirlar chap qanotga o'tgan. Endi ikkinchi darajali amirlar bilan hukmdorning o'zi o'ng qanotda turgan. Demak Ilyos Xo'jaxon, albatta endi Hamidbek juda katta obro'li amir, lekin bu yerda Hamidbek Ilyos Xo'jaxonning yonida turishining asosiy sababi u Ilyos Xo'janing otalig'i hisobida turibdi bu yerda. Ya'ni Ilyos Xo'jani otaliq sifatida Mo'g'ulistonga olib borib taxtga chiqaradigan kishi sifatida o'ng qanotda. Xavfsizligi ham muhim. Ilyos Xo'janing xavfsizligini ta'minlash uni birinchi vazifasi ham shunda turadi. Endi boya e'tibor qilmabman, yana bitta narsa bor. Nima uchun Movarounnahr qo'shini dadillanib kechda mudofaaga o'tmasdan jang maydoniga chiqdi? Bu yerda ikkilanishlar bo'lgan bo'lsa kerak. Bitta voqea bor-da mana. Qo'shin demak Toshko'prikka, Toshariqqa qarab, jang maydoniga qarab kelyapti, yo'l yurib kelyapti. Va qo'shin choshgoh paytida charchab dam olishga qaror qiladi. Endi qo'shin holat shunday bo'lgan ekanki, manbalar aytishicha, Amir Temur ham bir kamarga, bir chuqurlikka kirib, bir quyoshdan pana joyga, xavfsizroq joyga kirib, Amir Temur ham uxlab qoladi. Va o'sha yerda Amir Temur tush ko'radi. Bunda aytilishicha, bunda shunday holat bo'lyaptiki, bunda aytilishicha, Amir Temur uyg'onib ketadi-da, yonidagilardan sizlar menga bir narsa dedingizmi deb so'raydi. Hech kim yo'q, menga yo'q, sizga hech kim gapirmadi degandan keyin tushini aytadi. Tushida demak unga bir ovoz keladiki, tushida g'am yema, ertagalik jangda g'alaba seniki deydi. Va buni Amir Temur atrofidagilarga aytgandan keyin borib hamma xursand bo'ladi, Amir Husaynga ham aytiladi va bu demak voqea qo'shinning ruhiyatini ko'taradi. Men o'ylayman, albatta bu voqea tarix manbalariga kiryapti, demak shunday voqea bo'lgan. Lekin bo'lmagan bo'lishi ham mumkin, balki Amir Temur qo'shinning ruhini ko'tarish uchun mana shunday bir bashorat, g'alaba biz tomonda ekan, ishoninglar. Shunda menga tadbir bo'ldi, ayon bo'ldi deb qo'shinning ruhini ko'tarayotgandir, balki buni ham taxmin qilish mumkin. Lekin manbalarda shunday yozyapti. Lekin qarangda, mana shu voqeani bo'layotganligi demak qo'shinda jangda g'alaba qozonishga nisbatan ishonch yuqori bo'lmaganligidan dalolat beradi-da. Mana bu tush ularni butunlay ruhiyatini o'zgartirib, hammasi deydi,
xursandman. Manbalarda aytyapti, qo'shinni ruhiyatida ko'tarinkilik bo'lmagan bungacha. O'sha tushdan keyin demak katta ko'tarinkilik bo'lib dadillangan. Yana bir masala ustoz, hali bu qo'shin bunaqangi yirik to'qnashuvni hali ko'rgani yo'q. Yo'q, bu birinchi jang. Ya'ni Juda to'g'ri. 20 ming kishilikni endi mana asosiy masalada avvallari boshqa masalalar deydi. Mana Plus boya aytdik-ku, Plus Sangin jangida 20 ming kishilik qo'shin turgani bilan u aslida ularning hammasi bilan jangga kirmagan. Chunki unaqa maydon bo'lmagan. Maydon bo'lmagan. Ana bu yerda Kesh yaqinidagi Qubboyi Matin maydonida bular endi yuzma-yuz chiqish kerak. Albatta bu Temurni ham, Husaynni ham eng katta birinchi masof jangi hisoblanadi. Juda yaxshi. Endi bu yerda qarang, son jihatdan mo'g'ullar ko'p sonli. Temur va Husaynning askarlari endi bu vaqtda bir 10 mingga yetgandir. Chunki atrofdagilar ham qo'shildi. Mana u 7 qo'shin yetib keldi, Sherbahon ham yetib keldi. 40 kun deganda mana ular ko'paydi, bir 10 ming atrofiga yetgan yoki undan oshgandir. Lekin mo'g'ul qo'shinlari ham bu vaqtda deyarli 2 barobar ko'p deb shu 20 mingda atrofida, juda balki shu 15 ming 20 mingda atrofida deb tasavvur qilish mumkin. 7 kun 10 kun kutildi hamda kuchlar yig'ilishini. To'g'ri. Demak, bu ham ikkala tomonni ham qo'shinda, mal ikkala tomon ham jang uchun anchagina atrofdagi resurslarni yiqqanligidan dalolat beradi. Ana endi jangni o'ziga o'tsak, demak, Qubboyi Metin jangi deyiladi bu jang. Tosh Ariq yaqinida bo'lib o'tgan. Qubboyi Metin jangida tashabbusni mo'g'ullar oladi va birinchi bo'lib mo'g'ullar hujum boshlaydi. Va avval hech e'tibor qilmagan ekanmiz. Men bugungi suhbat jarayonida shunga e'tibor qildim. Amir Temur mana shu jangda otliq askarlarni piyoda jangga kiritish usulini qo'llagan ekan. Ya'ni barchasi joyida turib, demak, aytaylik, o'zlarini himoya qiladigan, endi bu yerda shunday himoya vositalari bo'ladi. Demak, ko'p aravalarni terib, demak, aravalarni bir-biriga bog'lab himoya maydoni yaratishadi hamda o'zlari shuni orqasida turib, dushmanga faqat kamondan o'q uzib, dushman hujumi qaytariladi. Mana manbalarda yozilyapti. Kamondan shunday o'q uzdilarki, dushman yomg'ir suvdek yerga ag'dariladi. Demak, kamondan baravar o'q uzib, imkon qadar dushmanni oldinga kelishga yo'lga qo'ymaydi va jangning asosiy qismi mana shunday o'tkaziladi. Va mana shu yo'qotishlar mo'g'ul qo'shiniga katta ruhiy jihatdan zarba bo'ladi. Mo'g'ullar har qancha urinmasin, Movarannahr qo'shinlari egallagan marralarni buzib o'ta olmaydi. Movarannahr qo'shini jang maydoniga kirmasdan himoyalanib, faqat kamondan o'q uzib, uzoqdan nayza uloqtirib, dushman bilan yuzma-yuz jang bo'lishiga imkon bermaydi. Va hatto mana shu hujumlar natijasida shundayki, Movarannahr qo'shinlari juda oz talafot ko'radi, ochiq maydonga chiqib, kamon o'qiga duch kelayotgan mo'g'ullar ko'p talafot ko'radi. Bu mo'g'ullarning ruhiyatini tushirib yuboradi. Qolaversa, To'g'liq Temurxonning vafot etganligi haqidagi xabar natijasida mo'g'ullardagi o'zi sarosimalik, ikkilanish, albatta shundaylar borda, Movarannahrni qo'yaylikda borib taxtga qaytaylik, taxtni boshqalar egallab olmasin degan bir ikkilanishlar bo'lgan. Mana shu holatlar jangdagi mana bu yo'qotishlar evaziga endi kuchayib ketadi. Va vaziyatni kuzatib turgan Amir Husayn bilan Amir Temur, demak, jangning so'nggi qismida endi dam olib turgan qo'shin bilan, ya'ni otliqlar bilan hujumga o'tishga qaror qiladi va mana shu hujum jangni taqdirini hal qiladi. Dushman shunchalik sarosimaga tushib qolganki, Ilyos Xo'ja, Amir Hamidbek, Iskandar O'g'lon, Bek Kichik asir olinadi. Barchasi. Mo'g'ul qo'shinining 4 ta yirik sarkardasi va xoni, qarang. Ilyos Xo'ja Mo'g'uliston xoni. Amir Hamidbek uning eng Amirul Umorosi. Bek Kichik Movarannahr bo'yicha javobgar bo'lgan asosiy bek. Iskandar O'g'lon, bu Chingizxon naslidan bo'lgan, to'g'ri. Aytaylik, u taxtga da'vogarlik qilgani yo'q, lekin Chingizxon avlodidan bo'lgan katta bir sarkarda, u ham Chingiziydoda Iskandar O'g'lon. Ertaga taxtga chiqishga haqqi bor odam. O'shuning uchun ham Bek Kichikni oldida. Bu ham bo'lishi mumkin. Demak, qarang, mana shu 4 ta eng asosiy asir olinadi. Bu nimadan dalolat beryapti? Mo'g'ul qo'shini butunlay tarmoq keltirilganligidan dalolat. Demak, umuman ruhiyat tushib ketgan mo'g'ullar hatto o'zlarini beklarini, xonlarini, Chingizidodalarini himoya qilmasdan hammasi jang maydonidan tashlab qochib ketadi. Hozirlar asir olinadi. Ustoz, eng qiziq joyi menimcha mushtariylarimizga shu, mana 4 tali yirik amir asir olingan bo'lsa, nima uchun oradan 1 yil o'tib loy jangi bo'lyapti? Ya'niki, ko'pincha bu masala e'tibor berilmaydi deb o'ylaymanki, hurmatli mushtariylar, Ilyos Xo'ja shaxsan asirga tushgan, lekin
bir narsaga uchun e'tibor qaratishimiz kerakki, asir olgan uni mahalliy o'sha askarlar uni qo'yib yuboryapti. Bu masalada endi manbalarda kimdir o'sha ayrim bir shaxslar buni sotqinlik holatida bajargan bo'lishi ham mumkin deyiladi yoki baribir men o'ylaymanki bu hali ham Mo'g'uliston xoni degan tasavvur shu qadar mahalliy xalqda shakllanib ketganmi yo singiganmiki, nimadir sababdan shaxsan Ilyosxo'jani qo'yib yuboradi. Qolganlari Ilyosxo'ja bilan Bekkichikni ham qo'yib yuboradi. qo'yib yuborishadi-da, qolganlari asirlikda saqlanadi. Shu masalaga ham bir albatta to'xtalib Haqiqatan o'tsak. juda qiziq. Men shu bo'yicha mana anchadan beri Nodirbek shu bo'yicha siz bilan suhbatlashamiz, buni sabablarini axtaramiz. Doim aytamizki, shu xonga bo'lgan hurmat shunaqa katta bo'lganki, xonni demak asir olishga aytaylikki jur'at qilmagan degan fikrlarni bildirib o'ylaganmiz, mulohaza qilganmiz birgalikda. Lekin eng asosiy mulohazamiz shu bo'lganki, doim beklarning anchagina katta qismi o'zaro urushlardan manfaatdor edi. Demak, Mo'g'ul xonini asir tutishi bu o'zaro urushlarning tugatilishini bildiradi. Markazlashgan davlat tashkil topishini bildiradi. Bu esa ba'zi bir amirlarni manfaatlariga to'g'ri kelmagan. Shuning uchun ular xonni qo'yib yuborish orqali, xon va Bekkichikni qo'yib yuborish orqali ularga katta bir ularni o'zining tarafdoriga aylantiryapti. Va kelajakda bo'ladigan o'zaro urushlarda, zarur bo'lsa Amir Temurga qarshi, Amir Husaynga qarshi bo'ladigan o'zaro urushlarda Mo'g'ul xonlarining kuchlariga tayanishni ham o'ylagan bo'lishi mumkin. Lekin men bugun yana bir mulohazani ko'rib qoldim. Bu Tarixiy Rashidiyda uchradi. Unda aytilyaptiki, u ham Tarixiy Rashidda zafarnomadan olingan ko'chirmada. Ko'chirmada uchrayapti, aytayaptiki, turkiy xalqlarning udumiga ko'ra xon e'zozlanib, asirlikdan ozod qilib qo'yib yuborildi deyapti. Qarang. Amir Temur bilan Amir Husayn xon asir olinganligi haqidagi xabarni eshitishi bilan bu yerga yetib kelgunga qadar xon va Bekkichikni otlantirib jo'natib yuborishadi. Va buni Mirzo Haydar turkiy xalqlarning udumiga ko'ra deb izoh beryapti. Lekin menimcha biz bildirgan fikrda ham hamda mana bu Mirzo Haydarning asarida keltirilgan izohda ham jon bor. Biz har ikkalasini ham birgalikda ishlatsak bo'ladi. Ya'ni bo'lajak o'zaro urushlarda keyingi bunda shunday tushuntiraylik, keyingi siyosiy jabhalarda kuchli tarafdorga ega bo'lish uchun ham amirlar Amir Husayn va Amir Temurning ruxsatisiz Bekkichik bilan Ilyosxo'jani qo'yib yuborishgan, uni ozod qilishgan degan taxminimiz ham hamda bu turkiy xalqlarining hollarini e'zozlash to'g'risidagi udumlariga mos kelganligini ham ta'kidlab o'tsak bo'ladi deb o'ylayman. Ya'niki barcha boshqaruv Amir Husayn va Amir Temur tomoniga to'liq o'tib ketishni istamaydigan kuchlar yetarli edi. Hozir bu masalada ham yana to'xtalamiz va shu tufayli ham yana bir masalada so'z bu dastlabki yirik to'qnashuv edi. Ularda balkim ertaga bu Ilyosxo'jaxonni biz asirga olsak, mabodo asirlikdan balki yana qo'yib yuborilsa, o'zimizni jazolashi mumkin bu deydigan bir balkim ichlarida shunday bir tasavvur ham o'tganki, fikr bo'lgan bo'lishi ham mumkin va albatta va katta ehtimol bilan o'zlariga tayanch sifatida ertaga bo'ladigan hokimiyat uchun kurashda albatta bu masalaga e'tibor qaratishgan. Albatta men shuni ham yana bir mulohaza qilyapmanki, qarangda, mana bu holat nimani ko'rsatyapti? Amir Husayn, Amir Temur va boshqa beklar deyarli bir-biri bilan, garchi ular hammasi Amir Husaynning qo'l ostida bo'lsa-da, Amir Temurga, Amir Husaynga kechirasizlar so'zsiz bo'ysungan, unga itoat qilgan degan fikrga bormaslik. Albatta. Demak, qarang, bularda shunday erkinlik bo'lyaptiki, xonni qo'yib yuborishyapti va Amir Husayn ham kelib bularga bir narsada e'tiroz bildira olmayapti. Demak, hali bu hamma beklar tenglar ichida teng, faqat Amir Husayn ularning ichida sal kattaroq degan tasavvur paydo bo'lyapti-da. Menimcha ularga shu Mo'g'ullardan o'zlari uchun tegishli bo'lgan hududlarni qaytarib olish ham yetarli darajada bo'lishi ham mumkin deb hisoblash. Lekin jangning asosiy masalasi moliyaviy masalalar bilan cheklanishlari ularni avvaldan jangga kirishda shu masala fikrlaridan, hayollaridan o'tgan bo'lishi ham mumkin. Chunki faoliyatlarida hali ular xonni asirga olishgan yo'q.
birinchidan ertagalik masalada ular hali tasavvurlarida ham yo'q edi. Shu uchun ham bu jarayonlar barchasi siz aytgan fikrlar bilan chambarchas bo'lgan holatda Ilyosxo'ja va Bekichikni mana shaxsan asirga tushgan yetakchilarni Amir Husayn va Amir Temur qo'shini qo'yib yuboriladi. Va endi ikkinchi yana bir masala, endigi navbatda albatta Amir Hamidbek va Iskandar O'g'lon masalasi. Ya'ni bular endi asirlikda saqlanyapti. Menimcha mana shu qismga o'tsak bo'ladi. Va endi Amir Temur Amir Hamidbekni, ya'ni o'sha kengashda jang yakunidan so'ng uni bevosita gunohini so'rab tirik qoldirish vazifasi qo'yilyapti. Lekin Iskandar O'g'lon bilan Iskandar O'g'lon bilan Amir Hamidbek saqlanayotgan mavziga odam yuborilish taklifi bildirilyapti, ularni ozod qilish masalasida. Mana shu ya'ni ozod qilayotgan kuchlar kelayotganini ko'rgan qal'adagi yoki maxsus bir hududdagi yetakchilar ulardan avval bularni nimagadir ozod qilishdan ko'ra o'sha Boyazid deyilgan mana shu ism egasi qatl qilib yuborishyapti-da. Endi bu masalalardan oldin ham ba'zi masalalar bor-da. Ularga ham to'xtab o'tamiz. Qarang, birinchi navbatda mana jangni g'alaba bilan tugadi. Dushmanni ta'qib etib bular davom etadi va Amir Temur Toshkentgacha boradi. Mo'g'ullarni quvib Toshkentgacha boradi, Amir Husayn Jizzaxgacha boradi. Va shundan keyin Amir Temur ham Toshkentdan qaytib, Sirdaryodan o'tgandan keyin ov uyushtiradi. Husaynbek esa Jizzaxda kelib ov qilib, bular ikkalasi birgalikda demak ancha dam olishadi demak bu yerda. Demak va shu bilan birgalikda mana shu g'alabadan keyin O'ljoy Turkon og'a demak Garimsirdan keltiriladi. Ya'ni o'sha Xurosonni janubidagi Garimsir viloyatida edi, o'sha Nikudariylarga Amir Temur ishonib topshirib kelgan edi O'ljoy Turkon og'ani. O'sha yerdan O'ljoy Turkon og'a ham keltiriladi. Va endi bular demak ov tugab qaytib kelgandan keyin Samarqandda katta qurultoy o'tkaziladi. Mana shu qurultoyga ko'ra hamma Mo'g'ul amirlari birlashib Amir Husayn hokimiyatini e'tirof etadilar hamda Amir Husayn tomonidan taxtga Qobilshoh o'g'lon chiqariladi. Bu o'sha Chig'atoy ulusini Chig'atoyzoda avlodlardan bo'lgan, Duoxonning avlodlaridan bo'lgan Qobilshoh o'g'lon taxtga chiqariladi. Ungacha bu darvesh edi. Darveshlik qilib yurgan odamni topib kelib, darveshlik libosini yechib, xonlik libosini kiydirib taxtga o'tirgizishadi va endi u Amir Husayn tomonidan taxtga chiqarilgan qo'g'irchoq xon sifatida faoliyat olib boradi. Mana shundan keyin Amir Temur Amir Husayndan manbalarda shunday yozyapti. Amir Temur Amir Husayndan ota-bobolari yashab kelgan Kesh viloyatini unga topshirishini so'raydi. Ya'ni tilab oldi deyiladi manbalarda, so'raydi va Amir Husayn demak bunga rozilik bildirib, Kesh Amir Temurni Kesh viloyatini hokimi qilib tayinlaydi. Buning evaziga Amir Temur juda katta to'y beradi. Ya'ni Amir Husayn sharafiga to'y berib katta ziyofat beradi. Bu ziyofat bir necha kun davom etgan va ziyofat paytida Amir Husaynga katta sovg'alar inom etiladi. Mana bu ham ko'rsatyaptiki, garchi tarixiy manbalarda Amir Temur bilan Amir Husayn nomi tengma-teng yonma-yon kelaversa-da, bu yerda eng asosiy hukmdor Amir Husayn edi. Amir Temur bu yerdagi amirlardan biri bo'lib, ularni har holda yetakchilari, hozir aytganda reytingi yuqorisi edi desak bo'ladi. Mana bu misol ham shundan dalolat beradi. Yana bir masala, hozir xayolimdan ko'tarilmasdan turib, Qobilshoh masalasi juda bir qiziq bir masala. Men tadqiqotlarimda ham ko'rganman, 17-18 asrda fransuz sharqshunoslari Qobilshohni taxtga o'tirishi haqida ajoyib bir fikrlar bildirishgan. Ya'niki mamlakatni Amir Husayn va Amir Temur tomonidan Qobilshohni qo'yilishdan asosiy maqsad mamlakatda qaytadan yana yuzaga kelishi mumkin bo'lgan siyosiy muammolarni oldini olish edi. Juda to'g'ri. Misol uchun, ya'niki nima uchun Amir Husayn boshqarish kerakligi yoki nima uchun Amir Temur degan savollar ana shu qurultoyda berilishini oldini olish maqsadida bo'lsa kerakki deyiladi mana shu fransuz sharqshunoslari. Shuning uchun ham ular bo'lajak siyosiy muammolardan oldini olish uchun xonni olib chiqib taxtga o'tkazishdi degan fikrlarni bildirishyapti. Shu haqida ham ustoz menimcha bir to'xtalsak. Juda to'g'ri. To'g'ri aytdingiz Nodirbek. Haqiqatan ham qaranglar, mana esingizda bo'lsa, Amir Bayonsulduz taxtga xon chiqarmagan edi. Buni natijasida hech kim uni tan olmadi. Ya'ni hammaga yaxshi bir imkoniyat bo'lyaptiki, nima uchun Amir Bayonsulduzga bo'ysunishim kerak? Men xonga bo'ysunishim kerak deyapti-da. Amir xonga bo'ysunmaslik o'sha davr yuridikasi bo'yicha jinoyat. Lekin Amir
bayonsizlikka bo'ysunmaslik o'sha davr yuridikasi bo'yicha jinoyat emas. Demak, xuddi shu narsaga yondashish kerak. Demak, Amir Husayn tomonidan Qobilshoh o'g'lonni taxtga chiqarilishi Amir Husayn Qobilshoh o'g'lon nomi ostida butun Movarounnahrni o'z qo'li ostida mahkam birlashtirish niyatida ekanligini ko'rsatadi. Demak, Qobilshoh o'g'lon nomi bilan Amir Husaynning qo'l ostida mamlakat birlashtirish kerakligi to'g'risidagi strategik g'oya mana shu yerda amalga oshiriladi. Xo'p, endi boya siz aytgan masalaga yetib keldik. Mana shu to'y vaqtida O'ljoytu Apardini maslahati bilan, ya'ni manbalarda bu vaqtda Movarounnahr amirlarining ichida eng yoshi ulug'i O'ljoytu Apardi bo'lgan, ya'ni Apardilar qabilasidan chiqqan O'ljoytu bo'lgan. Bu Apardilar qabilasi yetakchisi edi, eng yoshi ulug', eng hurmatli va manbalar aytilyaptiki, uning aql zakovati yillar charxida charxlangan edi deydi-da. Juda bir yaxshi ma'lumotlar beriladi. O'sha odam aytadiki, albatta Amir Hamidbek bilan Iskandar o'g'lonni qutqarish kerak. Ya'ni bular ham Amir Hamidbek bilan Iskandar o'g'lonni ozod qilishini talab qilyapti. Qarang. Demak, boya Ilyosxo'ja bilan Bekkichikni ozod qilib yuborgan amirlar katta bir shansga, imkoniyatga ega bo'ldi. Yaxshi bir tarafdorga ega bo'ldi. Ilyosxo'jaxon borib Mo'g'ulistonda hokimiyatni egalladi, Bekkichik uning o'ng qo'liga aylandi. Demak, bu yaxshilik qilganlarda Movarounnahrda yaxshi tarafdorlari bor. Ana endi O'ljoytu Apardi sezyapti, kelajakda Amir Husayn bilan o'rtada nizolar kelib chiqadi. Amir Husaynni demak, Movarounnahdagi hukmdorligiga hozir ko'pchilik rozi bo'lib turibdi, Mo'g'ullar xafa borligi uchun. Lekin kelajakda boshqa amirlar ham Amir Husaynga bo'ysunmay qo'yishi mumkin. Mana shu nizoda tarafdorga ega bo'lish uchun, demak, Amir Hamidbekni hamda Iskandar o'g'lonni ozod qilish demak, katta bir imkoniyat yaratadi. Ularni Mo'g'ulistonga yuborish. Shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, O'ljoytu Apardini bu maslahati Amir Temurga yoqqan. Lekin bu yerda eng asosiy masala bu emas. Eng asosiy masala Amir Hamidbek Amir Temurning otasi Amir Tarag'ayning do'sti. Avvaldan tanishi. Mana birinchi suhbatlar, adashmasam ikkinchi suhbatda aytganmiz, aynan Amir Hamidbek Amir Temurni To'g'liq Temurxon huzuriga olib borib tanishtirgan va unga Kesh viloyat hokimligini olib bergan odam Amir Hamidbek. Demak, shuning uchun ham Amir Hamidbekni Temur ozod qilishi o'sha qilingan yaxshiliklarga javob bo'ladi, tabiiy. Lekin mana bu boya aytgan mulohazamizda ham menimcha jon bor. Chunki O'ljoytu Apardini bunga aralashayotganligi va mana shu narsani tashabbus qilib chiqayotganligi, demak, bitta Chingizzoda Iskandar o'g'lonni hamda Amir Hamidbekdek obro'li amirni o'limdan ozod qilish kelajakda katta bir zamonaviy tilda aytganda ochko deymiz-ku. Ochkoga ega bo'lishga olib keladi deymiz. Ya'ni katta bir imkoniyat yaratadi. Demoqchisizki, butun boshli Movarounnahrni boshqaruvi Amir Husaynning qo'liga o'tib ketishidan Xo'ja Apardi ham manfaatdor emas. Shuning uchun ham kelajakda muammoni yana yuzaga kelishini istagan holatda va o'ziga tayanch, u o'ziga albatta qo'llab-quvvatlovchi kuchlarni yordami ehtiyoji bo'lishi mumkinligi va bular eng yirik shaxslar ekanligi tufayli ham ularni qo'yib yuborishni albatta u bevosita maslahatini beryapti. Qarang, endi Amir Husayn rozi bo'ladi, chunki to'yda so'ralyapti, ko'pchilik oldida so'ralyapti. Amir Temurga demak so'zini rad etishga u jur'at etmaydi va Amir rozi bo'ladi, lekin xohlamasdan rozi bo'lganligi aniq, chunki u ham sezib turibdi. Bu ikkalasini ozod qilish, aynan bularning iltimosiga ko'ra ozod qilish Amir Husaynga ikki karra yutqiziqda. O'zi bularni ozod qilish yutqiziq. Endi bo'lajak raqiblarining iltimosiga ko'ra ozod qilish ikki karra yutqiziq bo'lyapti-da Amir Husaynga. Shuning uchun ham u xohlamaydi, albatta rozi bo'ladi, roziligini bildiradi, lekin ana endi xo'p, mana bu masala qo'yiladiki, demak, asirlarni olib kelish masalasi qo'yilganda, asirlarni olib kelish uchun Amir Temur o'zini pochchasi Davudbekni hamda eng yaqin do'sti Sayfiddinni jo'natadi. Bu ikkalasi borayotganda boya aytib o'tdingiz, o'sha Boyazid bilan Emin degan kishilar Hamidbekni asirlikda ushlab turgan kishilar edi. Uzoqdan demak ikkalasi kelayotganini ko'rib, emishki bu Amir Hamidbekni o'ldirgani kelyapti bular. Undan ko'ra o'zimiz o'ldirib qo'ya qolaylik deb o'sha yerda Amir Hamidbekni
demak o'ldirishadi. Lekin men buni biroz Boshqacha, ishonarsiz deb albatta. o'ylayman. Menimcha Amir Husayndan yetarlicha topshiriq bo'lgan. Chunki Shu bahonada Amir Husayn ozod qilishga rozilik bildiryapti, lekin zudlik bilan odam jo'natib, ularni qatl qilishga buyruq bergan bo'lsa kerak. ya'ni Ikkinchisi ham bu mana shu so'zimizga isbot bo'ladi. Shundan keyin Amir Husayn aytgan gapi bor. Navkarining ishi bekidan yaxshi bo'libdi deydi. Albatta. Qarang, navkar va aytadiki, Iskandar o'g'lonni ham chaqirib qatl qilishga buyruq beradi. Demak, mana shu narsa, endi mana shu holatlar nimadan dalolat beryapti? Mana shu Amir Husaynning iltimosini, Amir Temurning iltimosini Amir Husayn tomonidan hammaning ichida qabul qilinishi, lekin uni amalda bajarilmaganligi ikki o'rtadagi nizoni boshlanishganligini ko'rsatuvchi birinchi dalil, nishona desak bo'ladi. Ya'niki u Boyazid bilan Emin ham maxsus topshiriq bo'lgan bo'lsa kerakki, Amir Husaynga tegishli odamlar kelmayotganligini ko'rgan holatda darhol buni qatl qilish vazifasi. Bu ya'niki beklar jazolanmayapti hamda. Eng qiziq mana shu masala. Shuning uchun ham bo'lajak loy urushidan oldingi bir yirik, siz aytmoqchi, nizoni olovni boshlanishi desak to'g'riroq bo'ladi ustoz. Demak, keyingi suhbatimizda loy jangigacha yetib kelyapmiz. Keyingi suhbatimizda demak loy jangi bilan buni davom ettiramiz. Mushtariylar, albatta mana shu masala, ya'ni bugun sizlarga ma'lumot bermoqchi edikki, jahon harbiy san'atiga va o'zlarida Amir Temurni sarkardalik mahoratini eng birinchi ulkan yutuqlarini mana Toshko'prik jangi, Toshariq jangi misolida, ya'ni u tomonidan qo'llanilgan harbiy hiylalarni naqadar ulkan ekanligini va bu mukammal ishlab chiqilganligi, albatta bu masalada e'tiborda chaqlamasligimiz kerakki, Amir Temur bu Qashqadaryo farzandi. Mo'g'ullarga nisbatan u hududni ipidan ignasigacha biladi. Shuning uchun ham bu albatta uni yutuqlaridan biri edi va mana shu masalada ham bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarimiz, ya'niki endilikda 1364-yilga kelib Mo'g'ul Nahrdan butunlay mo'g'ullar siqib chiqarilgan va hokimiyat Amir Husayn boshchiligidagi beklar qo'liga o'tganini desak, mubolag'a bo'lmaydi albatta. Qisqa bo'lsa-da, aytaylikki, mo'g'ullardan mustaqil yana Mo'g'ul Nahr amirligi qayta tiklandi. Albatta, hurmatli mushtariylar, mana shu mavzu nuqtasida yoki mana shu mavzu doirasida yoki bugungi kunimizgacha bo'lgan sizni qanday qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, albatta bizga izohlarda yuborishingiz mumkin. Biz albatta keyingi ko'rsatuvimizdan avval mana shu savollarga ustoz bilan javob berishga albatta harakat qilamiz. Hurmatli mushtariylar, albatta izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring, bizni demak qo'llab-quvvatlang va bu ko'rsatuvlarni imkon qadar do'stlaringiz davrasida ulashing. Bu ham ilmga katta yordam hisoblanadi va demak bizga ham keyingi faoliyatimizga katta bir ishonch hamda aytaylikki, katta bir kuch-quvvat bag'ishlaydi. Rahmat barchalarga e'tibor uchun. Demak, hurmatli mushtariylar, biz mana hozir shu xaritada taxminan albatta Pulisangin jangi bo'lgan hudud va jangni bugungi suhbatimizning xaritadagi ko'rinishini ko'rsatib beramiz. Taxminan mana bu daryo bo'yida, taxminan mana bu hududlarda demak Pulisangin jangi bo'lib o'tyapti. Amir Temur qo'shinlari demak daryoni boshqa qismidan dushman orqasiga aylanib o'tib, demak Gulxon yoqib dushmanni cho'chityapti va keyinchalik dushman demak bu yerdan demak kechga qarab ketgandan keyin demak Mo'g'ul Nahr qo'shinlari ularni ta'qib etib boryapti, mana ta'qib etib boryapti va kechga qarab yaqinlashyapti. Taxminan kechni mana bu yaqinida demak bu yerda gaplashib o'tdik. Qubbay Metin jangi bo'lib o'tadi. Aynan mana shu Qubbay Metin jangidagi g'alabadan keyin mag'lubiyatga uchragan dushman demak Mo'g'ulistonga qarab demak chekinadi. Amir Temur demak Amir Husayn bilan birgalikda uni ta'qib etib boradi. Amir Temur kechdan dushmanni ta'qib etib Yom daryosi bo'yigacha keladi. Shundan keyin davom etib mana u Toshkentgacha yetib borib, Toshkentni ham ozod qiladi. Amir Husayn esa Jizzaxga yetib kelib, Jizzaxda to'xtaydi. Amir Temur Toshkentdan qaytib, daryodan o'tgandan keyin taxminan mana bu atroflarda Amir Temur ham joylashib, ma'lum bir vaqt mana shu yerda ov ishlarini olib boradi. Bugungi suhbatimizdagi demak tarixiy voqealarning xaritadagi ko'rinishi asosan mana shundan iborat edi.